Mana zal holatini ko'ryapsizlar. 8 metrga 4.60 lik zalimiz bor. Qani, kelinglar. Mana Baqachorsu hududida joylashgan Dream House binolarida qurilgan yangi 110 kvadratlik uyimiz. Mana zal holatini ko'ryapsizlar. 8 metrga 4.60 lik zalimiz bor. Eng so'nggi Evroremont New Classica bilan aralashtirilgan holati. Tayyor, juda ham chiroyli, nafis qilingan. Mana endi kelinglar. Eshikdan kirib kelish holimiz, eshiklarimiz ham o'zgacha, Wi-Fi da ishlaydigan, отпечаткаlarda ochiladigan, hamma narsa ko'rinadi, bilinadigan holatlar. Mana o'zgacha bir dekorativniy oynadan qilingan iskustvenniy nimalar. Agar qayerda kim bunday narsani ko'rgan bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib keting. Xo'p, bu tomonimiz oshxona, loft eshiklarda qilingan, razvednoy eshiklar. Mana ko'rib turibsiz. Juda ham chiroyli ishlangan. Oshxona, kuxnyamiz, moykalar, gaz plitalar ham yo'q, bor. Ha, keyin oshxonadan 5 metrlik balkoni ham bor. O'zgacha yana nafis, chiroy. Juda ham chiroylik. Mana pardalarigacha ham qo'yishgan ekan. Endi bu tomonida detskiy xonamiz. Detskiy xonamiz ham juda ham chiroyli, lyustralar, pardalar tayyor holatda. Eng asosiy narsalardan bittasi bed er-xotinlar uchun spalni. Spalni ham 6 metrga 4.60 spalnimiz bor. Alohida ichida garderobi bor va sanuzeli ham mavjud. Ha, shuni ham aytib ketaman, bu xonadonimiz sotiladi. Baqachorsu hududida Dream House 5-etaj 110 kvadrat remont qilingan. Mana yana bitta narsamiz bor, aytib ketish esdan chiqibdi. Ko'cha eshigidan kirganingizda mehmonlar uchun alohida hammom juda ham chiroyli qilingan. Mana shu xonadonni biz korobka holatda olib 2 oyda shu holatga chiroyli qilib, Evroremont qilib topshirganmiz egalariga. Agar kimga shunaqa uylar kerak bo'lsa, chiroyli remontlar kerak bo'lsa, Uy Master Pro jamoasiga albatta murojaat qiling.